Assalomu alaykum. Efirda nuqtalar va men Ilyos Safarov. Hurmatli tomoshabin, dasturimiz avvalini siz va siz orqali barcha vatandoshlarni tabriklashdan boshlamoqchiman. Tabrikki, futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi kecha 25-mart kuni Jahon chempionati 2026 saralashi oxirgi bosqich 8-turida Eron terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi va 2-2 hisobidagi jangovar durangni qayd etdi. Bu natija esa milliy jamoamizni millionlab o'zbekistonliklar uchun yillar davomida armon bo'lib kelayotgan mundial yo'llanmasi sari yanada yaqinlashtirdi. Bizni endi bo'lajak ikki uchrashuvdagi bir g'alaba ham 2026-yildagi mundialga borishimiz uchun yetarli bo'ladi. Sezganingizdek, bugungi dasturimiz shu kunlarda o'zbekistonliklar orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan, gapirilayotgan mavzu futbol. Bu sport turida milliy jamoamizning so'nggi o'yinlari, mundial yo'lidagi imkoniyatlarimiz va jamiyatda futbolning tutgan o'rni haqida. Dastur mehmonlari, sport jurnalistlari, hamkasblarim Bobur Akmalov va Yahyoxo'ja Ulug'xo'jayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalom. Xushvaqt bo'ling. Hurmatli mehmonlar, bugun dasturimiz davomida ilk bor futbol haqida gaplashamiz. Biz uchun ham yangilik va shu ma'noda birinchi o'rinda qisqa kecha O'zbekiston milliy terma jamoasini Eronga qarshi o'tkazgan o'yini mana jangovar durang bilan yakunlandi o'yin. Kecha o'yindan keyin va balki bugun ham sizdagi ilk taassurotlar va fikrlar. Kecha boshqa platformada ancha gapirdim, shuning uchun Yahyoxo'ja boshlagani yaxshi menimcha. Marhamat. Kecha bir ikki xil his bo'ldi hammada. Yuta olmadik, lekin yutqizmadik. Uni fonida Qirg'iziston g'alaba qozongani fonida yana ham xursand bo'ldik. Kechagi umumiy holatimizdan men o'ylayman, biz Eronni yutishimiz kerak edi. Biz kecha ochko yo'qotdik deb hisoblayman. To'g'ri, Eron haqidagi bizdagi juda yuqori baho, Eronga qo'yilgan baho, ular juda kuchliligi, ular tibbiy jahon chempionatiga chiqishi, ular futbolidagi progress haqida soatlab gapirish mumkin, lekin biz ham bir joyda turmayaptik. Tarkib jihatidan, futbolchilarning mana yig'iqligi jihatidan bir necha mavsumdan beri, bir necha yillardan beri birga o'ynab kelayotgani, juda ko'plab faktorlar bo'yicha biz o'zi aslida o'yin favoriti edik o'yindan avval. Va men o'ylayman, biz ochko yo'qotdik, Eron ochko ishladi deb o'ylayman. Chunki agar biz Tehronda g'alaba qozonganimizda bu qanaqa bo'lardi? Ya'ni jahon chempionatiga mana shunaqa yutib chiqish kerak edi o'zi. Katta o'yinni yutib chiqish kerak, u jahon chempionatiga chiqdi degan gap bo'lishi uchun biz yo Yaponiyani Toshkentda 2-0 yutishimiz kerak bo'ladi, yo Janubiy Koreyani mehmon yutib kelishimiz kerak edi, yoki Eronni. Endi Saudiyani ham qo'shib bo'lmaydi. Mana shu 3 ta gigant bor emas, yoki Avstraliyani uyda mehmonda yutishimiz kerak. Endi hozir Avstraliyani ham darajasi ancha tushib qolgan. Osiyoda 3 ta stabil terma jamoa bor. Bu Janubiy Koreya, Yaponiya, Eron oxirgi 15 yil ichida. Va shu 3 tadan bittasi bizni guruhimizga tushdi va biz buni Toshkentda yuta olmadik. Mayli, Toshkentdagi voqea qol va Tehronda ham yuta olmadik. Durangdan xursandmiz, lekin nafaqat biz, balki mana shu o'yindan bir 20 kun avval men 5 kun Tehronda bo'ldim. Jaloliddin Masharipov, Oston O'runov, Joel Kojo, shu futbolchilar bilan intervyu tashkil qildik. Va o'shanda masalan Eron futbol muxlislari va mutaxassislarining fikriga ko'ra, ular ham bizni asosiy favorit ko'rayotdi guruhda birinchi o'rin. Mana shu Tehronda sizlarda imkoniyat yaxshiroq bo'ladi deb turishuvdi. Eron matbuotini ham agar o'yindan oldin kuzatadigan bo'lsak, ular terma jamoamiz haqida juda iliq fikrlar, legionerlar masalasini bizdan ilgarilab ketyapti, ko'payib ketyapti degan ma'noda chiqishlari ko'p bo'ldi haqiqatan. Undan tashqari hozirgi kunda skautlar ham ko'proq biz tomonga qarayapti Eronga nisbatan. Yoshlar futbolida umuman juda ko'p aspektlar, chempionatlarimiz darajasi tenglashdi, maosh masalalari, infrastruktura masalasida o'tib ham ketdik. Mayli, bu masalalarga o'tmaylik. Demak, o'yindan keyingi xulosalaringiz yutishimiz kerak degan ozgina afsuslanish. Shunaqa, g'alabaga ishonch bo'lgandi. Bobur aka, sizda qanday fikrlar, qanday hislar balki? Kecha sharhda Hasan Turdaliyev o'yin oxirida bitta gap aytdi, o'sha gapga qo'shildim. O'z shunaqa o'yinlar bo'ladi, ikki xil taassurot qoladi sizda. Xursand bo'lishni ham bilmaysiz, xafa bo'lishni ham bilmaysiz. Xo'p, nima uchun xursand bo'lishni bilmaysiz? Chunki g'alaba qozonib turganimizda g'alabani qo'ldan chiqardik. G'alabani qo'ldan chiqardik, mana shu iborasi o'zi to'g'ri. 2 marta oldinda borib. Hisobda oldinda borayotgandik, ha. Va nima uchun xafa bo'lishni ham bilmaysan, raqib Eron edi. Agar o'yindan oldin, umuman mana shu saralash bosqichidan oldin agar bitta qaraydigan bo'lsak, o'sha boshida yoki o'rtasida
Katanes boshchiligidagi jamoani o'yinlari tanqid qilinayotganda, amal taqal qilib kichik hisobda g'alaba qozonayotgan paytlarimizda bir kun salla Tehronga borasanlar va g'alaba uchun o'ynaysanlar desa, misol uchun ko'pchilik ishonmagan bo'lardi. Va bugungi kunga kelib biz g'alaba uchun o'ynayotganimizdan va g'alaba qozona olmaganimizdan ikki xil taassurot qoldi. Kecha menda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Xursand bo'lik desam, durang. Xafa bo'lik desam, yutqazmadik. Bu Eronni maydonda o'ynayapmiz. Shuning uchun bir real baho berishga sal qiynaldi odam. Bitta o'yinni o'zidan kelib chiqib real baho berishga. Ya'ni bu jamoa endi kechagi o'yinda ko'rindi. Qirg'iziston bilan o'yinda ko'rib bo'lmasdi bu jamoa qanaqa jamoa ekanligini. Yaqqol outsider yotib olgan. Biz faqat hujumdamiz, ammo raqib himoyasini yorib o'tishda qiynaldik. Baho berishga qiyin edi. Kechagi o'yinda yaqqol ko'rindi. Bu Kapadze jamoasi. Kapadzening futboli. Agar boyagi natija masalasini gapirdingiz-ku, bitta to'ldirish. Nima bo'lganda ham naqdi shuki, biz jahon chempionatiga yana bir qadam yaqinlashdik-da, Bobur aka. Ancha bir ochko bilan. Eng yomon ssenariy yutqazishimiz edi va mana shu ssenariy bo'lmadi. Eng yaxshisi ham bo'lmadi, g'alaba ham bo'lmadi, lekin o'rtadagi to'g'ri. Bizga plyusga ishladi nima bo'lganda. Minimum vazifani bajardik. Minimum bajarganimiz hammasi o'z qo'limizda ekanligi davom etadi. Hech kimga bog'liq emasmiz. Xullas shu, o'sha qanaqa taassurotda qolish hali ham bilmayapman. Lekin agar o'yinni o'ziga va murabbiylarga, futbolchilarga to'xtaladigan bo'lsak, bir olam fikrlar bor. Lekin bitta narsa xursand qildi. Qaysi narsa? Biz 90 daqiqa davomida biror marta orqaga chekinmadik. Oldinga o'ynadik. E'tibor bergan bo'lsanglar, 85 va 90-daqiqalar oralig'ida O'zbekiston terma jamoasi oldinga o'tdi 2-2 dan keyin. Risk qildi oldin. Ulardan ko'ra biz g'alabaga yaqinroq. O'sha paytda birinchi bo'lib Amir Galayoni hujumchisini olib himoyachi tushirdi. Va mana bu haqiqiy mentalniy g'alaba bo'ldi deb o'ylayman. Ruhiy g'alaba. Mana shu ruhiyatdagi o'sish ikkinchi taymda ko'proq sezildi. Birinchi taymdan ko'ra himoyachilarni qanaqadir palapartish harakatlari ikkinchi taymda ishonchliroq ko'rindi. Va nima uchun? Chunki Eronga nisbatan ruhiyatimiz sal ustunroq ko'rindi. Albatta, nima uchun? Chunki bizning legionerlarimizni soni va sifati ko'pligi va ular yaxshi formada bo'lib turgani jismoniy holatimizga ham ta'sir qildi va bundan tashqari men o'ylayman bizning yigitlar o'z kuchini yana bitta ko'rib oldi kattaligini va bunga ishonadi deb o'ylayman. Va Amir Galayoni hujumchisini olib himoyachini tushirgan paytda shuni tushundimki, Eron qo'rqdi. Shu o'zini jahon chempionatiga chiqib turibdi durang bilan. Durang qoniqtirardi. Maydonni sug'urtalash uchun himoyachini tushirdi. Biz esa hujum qildik oxirigacha. Mayli urmagan bo'lsak ham, mana shu ishtiyoq uchun xursandman, lekin natija meni masalan xursand qilmadi. Men g'alaba kutgan o'yinni biz o'zimizning platformada, podkastda imkoniyatlarni baholaganda men 60 ga 40 O'zbekistonning g'alabasini taxmin qilgandim. Galyonini o'yindan keyin bergan o'sha matbuot anjumanidagi intervyusida bizni eng yaxshi o'yinlarimizdan biri deb baholadi. Chunki raqib juda kuchli jang berdi har bir zonada. Masalan, agar o'sha o'yinni biroz chuqurroq tahlil qilinadigan bo'lsa, ikkinchi qavatdagi kurashni hisobga olsangiz, mana endi qarang. Eron hech narsa yutmadi boshqa. Hozir mana shu o'yin tahliliga ham o'tamiz. Bularga men aslida bu ilk hissiyotlar bilan o'rtoqlashish so'ragandim. Aytganimdek, sal turib o'yin tahliliga ham kiramiz. Undan avval terma jamoamiz murabbiyi Timur Kapadzeni mana shu ikkita o'yindagi ko'proq Erondagi deylik ishtirokiga bir baho beraylik. U qanchalik terma jamoaga ko'nikib ketdi o'zini ishiga, yoki hali ham o'sha Srechko Katanets tuzgan tarkib va qurgan o'yin uslubi davom etyaptimi? Timur avval milliy jamoada ishlagan. Timur turfa yoshdagi jamoalarda ishlagan. Timur turli klublarda ishlagan O'zbekistonda. Uni ko'nikib ketishiga o'zi vaqt ham shart emas. Boshqa tomondan boshqacha ko'nikishga unga kerak, haligi mentalni deymiz-ku, ruhan ko'nikishga. Chunki juda qaltis paytda unga topshirishdi. U yo'q deya olmasdi tabiiyki, Temurdan boshqa hech qaysisi yo'q deya olmasdi. Chunki odatda mahalliy murabbiylar tayinlanayotganda unga shunchaki qo'ng'iroq qilinadi va kel deyiladi. Bo'ldi. Misol uchun shartnoma, ishlaysizmi, qanaqa, u so'rab o'tirilmaydi. Temurdan boshqa nomzod ham yo'q edi. Endi bu Temurri jamoasimi? Boya aytib o'tgandek, bu ikkinchi o'yinda ko'rindi, bu Temurri jamoasi. Agar Katanes mana shu jamoani Eronga qarshi kechagi o'yinga olib chiqqanida biz himoyaviy futbol ko'rgan bo'lardik. Men bunga ishonchim komil. Yotib olgan yopiq futbol ko'rardik. Biz natija uchun o'ynagan bo'lardik. Ehtimol 0-0, ehtimol 1-0 mana shunaqa natija qayd etgan bo'lardi. Balki yana siqilib o'lgan bo'lardi muxlislar, asabiylashib.
Kechagi futbol Temur Kapadzeni olimpiya jamoasida ham, milliy jamoaga birinchi chaqirig'idagi o'yin ko'rsatgan o'yinlarga ham juda o'xshadi. Ya'ni futbolchilarimiz hozir aytib o'tgandek, Yahyo Xo'ja aytib o'tgan omillarga tayanib, o'zini kuchli ekanligini his qilib, hammasi eng yaxshi formada ekanligini his qilib, undan tashqari biz shunaqa o'ynay olamiz-ku degan narsa futbolchilarda bor. Katanis o'ldirgandi shu narsani. Lekin Kapadzedagi o'sha kayfiyat ham sezilib turdiki, bosim borligi, gollarni nishonlamasligi, o'zini tutishdan ham ko'rindiki, baribir hali ham bosim yuqori. Yo'q, Temur o'zi golni unaqa juda emotsional nishonlamaydi. Temur o'zi maydon chetida doim o'zini shunaqa tutadi. Bu odatiy hol Temur uchun va bu siz aytayotgan bosim hozirgi bosqichda hammada bor. Sizda ham, menda ham bor bunaqa bosim. Futbolchilar va murabbiylarni qo'yaveraylik, endi Temur Kapadzeda eng katta bosim. Chunki bu jamoa agar g'alaba qozonsa, shunaqaga deydiganlar borki, bu Katanis jamoasi Temur tayyorini keldi, ozgina yordam qaradi, oldi. Bu Katanisni bir 70% yutug'i deydiganlar bor. Mag'lub bo'lsa, ana qo'ydilaring Temurni, yutqizdi. Nima deyotganlarning? Bu Katanis jamoasini buzib qo'ydi. Hali Katanis masalasida ham gaplashamiz, Bobur aka. Sizda fikr, Yahyo Xo'ja, Temur Kapadze qanchalik moslashib ketdi yoki bu o'yin uslubi ham, jamoa ham deylik Katanisning yo'li bilan, uslubi bilan davom etyaptimi? Bosim masalasi bitta to'ldirib keting. Temur aka olimpiadadan kelganlaridan 2 kun o'tib bizda Sportsuzda mehmon bo'lgandilar. Hali charchoq chiqmagan, uyqu bo'lmagan. O'shanda suhbat payti bitta narsa aytdi. Bilasizlar, biz finalni nimaga boy berdik deb. Nimaga desa, biz shunaqa qildikki, futbolchilarga ruxsat bermadik xursand bo'lishga o'yindan keyin. Golni qattiq nishonlashga ruxsat bermadik. Chunki hali jahon olimpiada yo'llanmasini olishimiz kerak edi. Va unga yurib borishimiz kerak edi. Biz hech qaysi o'yinda ruxsat bermadik emotsiyani qo'yib yuborishga. O'yindan keyin ham darrov kiyinib, masalan, futbolchilar bilasizlar, ya'ni musiqa chaladigan anaqalarni olib yurishadi, raqsiga tushishadi, Instagramda efir qilishadi, tabriklab. Hech kimga ruxsat bermadik, lekin o'sha jahon olimpiada yo'llanmasini bergan, adashmasam Indoneziya bilan o'yin edi. O'sha o'yindan keyin men sal bo'shlik qilib qo'ydim. Bo'ldi, men dam olib bolalar o'yin kulgi qilishdi, to'polon janjal, qiy-chuv to'polon bo'ldi. Keyin biz finalga yig'a olmadik emotsiyani. Ya'ni men aniq bilaman, Temur aka har bir gol urganda yuragi bir hapqirgan, lekin uni emotsiyasini Qatar bilan o'yindan keyin inshaalloh Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yindagi g'alabamizdan keyin ko'rasiz. Temur aka juda ham o'zi emotsional odam, uni shunaqa prinsipi bor, ya'ni emotsiyani chiqarib yuborsangiz, odam bo'shashib qoladi, kuchini yo'qotib qo'yadi. Shuni aytib berdilar. Masalan, men tajriba bo'lgan. Bu shuni aytib berdi. Biz shu yerda xato qilib qo'ydik. Men ruxsat bermasligim kerak edi futbolchilarimga. O'zim aytdi, nima bo'ldi? Birinchi bo'lib yutdik, olimpiadaga chiqqan paytimiz telefon tabriklagan. O'shani 3 yil yelkamda ko'tarib yurgan tog' birdan quladi-yu. Men o'zim sal bo'shlik qilib ham mayli deb yuborganim uchun biz boy berdik finalni. O'shanda ham esingizda bo'lsa, finalda biz penaltini ura olmaganmiz so'nggi daqiqalarda. Ana o'sha konsentratsiyaga ta'sir qildi deb aytgandim. O'shaning uchun emotsiya shu bilan bog'liq. Terma jamoamizni shaxsan men Qirg'izistonga qarshi o'yindan keyin matbuot anjumanida ko'rganingiz, savol bergandim Temur akaga. O'zingiz ham nimadir qo'shasizmi Qirg'iziston bilan o'yinda? Men sizni ishni ko'rmadim maydonda degandi, biroz asabiylashib, yo'q. Surprizlar bo'ladimi degan ma'noda. Surpriz bo'ladimi? Desa, yo'q, bo'ladi deb aytib o'tdilar. Bosimni Temur aka qattiq his qilyapti ikki tomondan ham. Lekin u kuchli shaxs, men umid qilaman, buni ham uddalab hal qila oladilar. Bobur aka, siz hozir bitta fikrni aytdingizki, agar Katanes bo'lganda biz himoyaviy o'yin ko'rardik, boshqacha bir yopiq, bo'g'iq o'yin ko'rardik degan ma'noda gapirdingiz. Deylik, kecha Chempionat Aziya sayti Katanetsdan intervyu oldi, qisqa intervyu oldi va u yerda aytdiki, Kapadze hech narsa qo'shmayotgani, qo'shmayotgan demaylik, o'zgartirmayotgani va ruhiy jihatdan juda yaxshi tayyorlangani yutug'i bo'ldi, tabriklayman deb fikr aytdi. Shu ma'noda agar bu fikrdan keyin ham agar Katanets hali ham boshqarayotgan bo'lganda nima bo'lardi kechagi o'yin? Katanis bu gapi bilan jamoa meniki debdi. Yopiq tekstda shunaqa debdi. Bu meni mehnatim debdi, hech narsa qo'shmayotgani. Bekor 5 tasini yebdi shu gapi uchun. Bu Kapadzeni o'zgarayotgan jamoasi hech narsa qo'shmayapti emas. Kapadze qo'shgani kechagi o'yinda boya aytgandek yaqqol bilindi. Yordamchi murabbiylar ham o'sha tarkib ishlayapti hozir. O'sha tarkib, lekin yordamchilar o'yinga qanaqadir kartina yoki chizgi berish uchun qolmadi. Yordamchilar maslahat uchun qoldi. Jismoniy tayyorgarlik boshqa. O'zi umuman mana shu tarkibning holati qanaqa? Har bir futbolchi qanaqa? Mana shu tomondan Temur bilmagan narsalarni
maslahat berish uchun qoldi. Temur bu jamoaning ichida emas, yangi keldi. Bu katta bir sikl davomida bu jamoaning ichida nima gapligini bilmaydi. Har bir futbolchini alohida tanisa ham umumiy yig'inning ichida, bazaning ichida nima gapligini bilmaydi. Faqat shu tomondan yordamchilar unga, meni fikrimcha, yordam berishga qolishdi. Bu Temurning o'zini ham menimcha qarori to'g'ri bo'ldi, butunlay o'zgartirib tashlamagani. Va mana shu o'zgartirib tashlamaganiga tayanayotgandir Katanis. Butun jamoasi qolgani uchun Temur hech qanaqa yangilik o'sha gap shirpillayapti bu gap uchun. Bu yog'iga endi nasib bo'lsa Temur futbolini ko'ramiz. Bu yog'iga Ko'rishni boshladigan. ko'rishni boshladik. Qolgan 2 o'yinda ham Temur ko'ramiz futbolni. Bundan keyin nasib bo'lsa Jahon chempionatida ham Temur futbolini ko'ramiz va bundan keyin inshaalloh nasib bo'lsa biz Katanis futbolini boshqa ko'rmaymiz. Boshqa ko'rmaylik ham. Va Katanisdan intervyu olishlarini bas qilsak ham bo'ladi. Ha, natija e'tibori bilan, statistika e'tibori bilan ertaga 10 yildan keyin shunday statistikaga qarasangiz, Katanis davrida jamoamiz eng yaxshi jamoa bo'lgan. Mana shu davr, mana shu bosqichga olib kelib berganda ham baribir qilgan mehnatlarini berganini esdan chiqarmaslik kerak. Esdan chiqarmaymiz albatta, chunki necha yil ishladi? 4 yillar salkam. Salkam 4 yillar, 3,5 yil. Lekin o'zbek futbol tarixida hech bir murabbiyga bunchalik ko'p yig'in, bunchalik ko'p sharoit, bunchalik ko'p o'rtoqlik o'yinlari, bunchalik ko'p imkoniyat berilmagan va bunaqa kart blansh berilmagan. Albatta, hozir tarkibimizga e'tibor qaraydilar. Osiyoda Yaponiya va Koreyadan orqadamiz xolos tarkib jihatdan. Bu masalan, men eslayman, bir davr bo'ldi, bitta Odil Ahmedovga qarab o'ynadi butun o'zbek futbol. Odil Ahmedov yaxshi o'ynasa biz yutamiz yoki nimadir bo'lsa o'ynaydi, yoki davr bo'ldi Mirjalol Qosimovga qarab o'ynadi. Hozir bizda Eldor o'ynamasa boshqasi, Masharipov o'ynamasa boshqasi, bizda almashtirib bo'lmas o'yinchi yo'q. Yaxshi avlod ham yetishib bizda hozir dahshatli avlod bor. Masalan, Mirjalol aka Qosimov bir gaplari bor edi. Sen menga zaxira o'rindig'ini ko'rsatgan, men senga aytaman jamoang qanaqaligini. Bizning zaxiramizda qanaqa futbolchilar o'tiribdi. Chaqirilmagan qancha futbolchi qolib ketyapti. Va biz o'zbek futbolini hozir bir Hoji Mirzayevga norozi bo'lamiz nega chaqirildi. Albatta eng pik joyini ham hisobga olish kerak va albatta kvotalar soni oshganini ham. Masalan, Katanisning qilingan mehnatini inkor etib bo'lmaydi. Lekin agar rasmiy uchrashuvda yengan jamoalarini ro'yxatini bitta ko'radigan bo'lsangiz, hammasi joyiga tushadi o'zi. Oxirgi 2 o'yinda deylik, terma jamoa murabbiyi hamon Srechko Katanets bo'lganda nima o'zgarardi? Nima bo'lardi? Biz birinchi golni urdik-ku, o'sha biz oxir golimiz bo'lardi, lekin Eron nechta urishini bilmasdim. Bu bizning oxir golimiz bo'lardi o'sha uchrashuvdagi. Balki uni matbuot anjumanlarida juda yopiqligi, jurnalistlar bilan uchrashmasligi sizni jig'ingizga tegar. Yo'q, u ham bor. Agar faqat shu faktor o'zi bo'lganda hozir bunaqa demagan bo'lardim. Biz esingizda bo'lsa, asosiy tanqidlar sizni ko'p asabiylashtiradi shu omil. Sezib ko'rib yuraman. Asosiy o'yiniga va asabiylashtiradigan omil nima uchun? Katanets o'zini bizning futbolni kuzatmasligini, tarkibda rotatsiyalar qilmasligini va bitta o'ringa ikkinchi bir nomzodni sinab ko'rmasligini xasposhlash uchun, matbuot anjumanlariga, ya'ni yopish uchun, hammaga hisobot bermaslik uchun matbuot anjumanlariga kelmasdi va jurnalistlarni past sanardi. Past ko'zgi bilan qarardi. To'g'ri, jahon futbolida ham minbarga chiqib o'tirgan futbolchi yoki murabbiy pastda o'tirgan jurnalistlarga pastroq nazar bilan qarash holatlari juda ko'p uchraydi. Hech narsani tushunmaysizlar deb ko'p gapiriladi. Bunaqa narsa ko'p bo'ladi, ammo Katanisda bu surunkali edi. U hatto o'zini jurnalistlardan ihotalab olgan edi. Atrofiga shunaqa media va shunaqa yigitlarni jamlagan edi. Uning o'rniga, Katanisning o'rniga chiqib javob berishardi. Matbuot anjumanlarida Katanis gohida kelmasdi, kelsa ham shunaqa bir asabingizga tegadigan darajada istehzo va kinoya bilan javob berardiki, unga kirib uni so'kishingiz kerak edi matbuot anjumaniga yoki umuman kirmasligingiz kerak edi. Va tabiiyki bunaqa munosabatdan keyin o'zidan itarish bo'ladi. Va agar koshki shuni o'zi bilan yetarli bo'lsa ekan, agar shunga yarasha o'yini dahshat bo'lsa, bu tomoniga hamma ko'z yumardi. Lekin bu yog'i ham yomon-da. Juda ehtiyotkor murabbiy edi. Balkim bitta narsa bor, gapingizni bo'laman. O'zbek jurnalistlari bu qaysar, janjalkash. Biz eng menimcha solishtirsak, masalan, Iroq Osiyo Kubogida ko'rdim, butun Osiyoni eng odoblisi, eng vaziyatga munosabat tushunishga harakat qila oladigani biz o'zi aslida. Masalan, bizda yaxshi bir odat bor. G'alaba qozonsa, jamoa doim qarsak chalib kutib olib, qarsak chalib kuzatib qo'yadi bizning muxlislar. Bunaqasi uchun joyi yo'q. Tabriklash bilan boshlaydi savollarni. Albatta. Agar bitta hozir o'sha o'yinlarning ro'yxatini bitta qarang, nima bilan durangni olib tashlasak,
G'alaba qozongan o'yinlarimiz ichida Birlashgan Arab Amirliklari bor, xolos. Unda ham Katanes biz bilan bo'lmagan. Unda ham yonimizda bo'lmagan. Unda ham bitta qizil kartochka, bitta penalti bilan yutganmiz. Biz Avstraliyani yuta olmadik, biz Eronni yuta olmadik. Biz Qatarni yuta olmadik. 2 marta Qatarni yuta olmadik. Yutgan jamoalarimizning darajasi biznikidan baland emas. Biz uni murabbiysiz ham yutardik uni. Masalan, Jaloliddin Masharipov bosh murabbiy qilib qo'yib, o'ynovchi murabbiy qilib qo'yib, boru futzalda. O'ynovchi murabbiylar. Shunaqa qilib qo'yganda ular bilan ham yutardik biz ularni. Agar masalan shunaqangi Eron bilan 2-2 eslanadi-yu. Ha, balki erta nimadir bordi, lekin agar o'sha o'yinni yutib ketganimizda bu uni bir vizitniy kartochkasi bo'lishi kerak. U durangda. Shunaqa deymiz, lekin terma jamoani eng uzoq mag'lubiyatsiz seriyasi ham aynan Katanes davriga to'g'ri keldi. Hech kimga bunaqangi imkoniyat berilmagan boshqarish. Hech kim mana u kelgandan keyin 1 yil davomida birorta rasmiy o'yin o'tkazgani yo'q. U yig'inda kimlar bilan o'ynadi? Boliviya bilan, Venezuela. Bizda avvalgi o'rtoqlik o'yinlar bilan solishtirsangiz, oqlar va ko'klar bilan, qo'shnilar bilan solishtirsangiz va bugungi yig'inlarning darajasini solishtirsangiz, bu yer bilan osmoncha farq bor. O'shaning uchun bunga berilgan imkoniyatda biz talab qilayotgan narsamiz avvalgilardan baland bo'lishga haqli. Chunki bunga bu murabbiyga berilgan imkoniyatimiz va men Bobur akaning fikriga 100% qo'shilaman. Uni hozir bu jamoani siz tekstda to'liq o'qimadingiz. Men to'lig'ini men qisqachasini oldim. Til to'lig'i men Timur Kapadzeni agar adashmayotgan bo'lsam, hech narsani o'zgartirmagani bilan tabriklayman deyilgan. Ha, hech narsani o'zgartirmagani bilan tabriklayman va uning shtabi jamoani ruhiy jihatdan juda yaxshi tayyorlagan ekan. Shtab uniki, e'tibor qarang. Shtab uniki, shtab uniki. Ya'ni o'zini jamoasi shtab va hech narsani o'zgartirmagani. Bu degani bu yerda Temur akani sekin surib qo'yish degani-da. Shunaqa. Mani jamoam o'ynayapti, mani mehnatim singan jamoaga hech narsa o'zgartirmagani uchungina g'alaba qilgan. Mana o'sha 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynash uslubini shu egasi sanalgan 21-asrda eng ko'p trendkani qaytargan odam Massimiliano Allegrining zo'r gapi bor-da. 3 ta himoyachi bilan hujum ham qilish mumkin, hujumkor futbol ham o'ynash mumkin va 3 ta himoyachi bilan himoyaviy futbol ham o'ynash mumkin degan. Katanesdan bu yerda hozir bitta o'yin sxemasi qolgan bo'lsa, biz bu sxemani absolut boshqacha foydalanyapmiz. Masalan, Hojiakbar Alijonovning Qirg'izistonga qarshi o'yindagi gol bo'lgan epizodda qayerda turganiga bitta e'tibor qarating. Va kecha yuqoriroqqa chiqqani ancha chiqarilgan. Eron bilan o'yinda birinchi golimizda Farruh Sayfiyev qayerda turuvdi. Va endi Katanes davriga qaytadigan bo'lsak, bu futbolchilarni lekin kecha ayni uslub bitta fakt aytib keting. Mana Sherzod Nasrulloyev O'zbekiston Hindiston terma jamoalari o'ynayapti. Hisob 2-0 bizniki oldinda. Sherzod Nasrulloyev qanotdan e'tibor bersangiz, o'shanda biz 3-golni Sherzod Nasrulloyev urgan. Sher qanotdan yugurib o'tdi, Katanes turib, deb nimadir deb qoldi orqasidan. Ketdi, betdan pas bo'ldi. Oxir xuddi Hojiakbar Alijonovga o'xshab zonaga kirib bordi. Urdi 3-gol, o'yin tugadi. Tugagandan keyin biz u bilan gaplashib turamiz. Gaplashgan, nima dedi Katanes desa, orqaga qayt deb aytdi menga. Hujumga ketyapman, 2-0 yutyapmiz. Qayt orqaga deb. Va men bildim, yo gol urishim kerak. Fayzulla minutgacha qayt. Yo, men hozir borib gol urishim kerak, lekin keyingi o'yinda adashmasam uni yana tushirmadi keyin. Lekin kecha ayni mana shu jarohati bormidi hozir eslolmadim, lekin tushmadi. Ayni shu uslub biroz pand bermadimi? Ya'ni Hojiakbar Alijonov biroz oldinga o'tishga harakat qildida, keyin orqaga qaytishga ulgurmagan vaziyatlar. Mana futbolda mana bunaqa narsa bor-da. Biz agar Hojiakbar Alijonov oldinga o'tishga harakat qilayotgan bo'lsa, asosiy o'yin vaqtini raqib jarimachasida o'tkazayotgan bo'lsa, Eronni bitta futbolchisi bizni jarimachamizda bo'lmaydi. U bilan band bo'ladi. Futbolda bir videorolik juda mashhur bo'ldi, ko'rgan bo'lsanglar, shaxmatchi Magnus Carlsen bilan Pep Guardiolani suhbati. Ikkalasi o'tirib shaxmat bilan futbol nima o'xshashlik tomoni bor deganda Carlsen ikkalasining bitta o'xshash tomoni bor. Qaysidir qanotda ko'rsatib turib, boshqa qanotdan hujum qilish. Ya'ni bu qanotga hujum bosib turib, bu yoqdan yorib o'tish deb. Ya'ni biz agar ikkita futbolchimiz raqibga bosim qiladigan bo'lsa, raqibni bitta ikkita futbolchisi bizni tomonga o'ta olmaydi. Futbol qoidasi shu. Ya'ni biz tavakkal qilsak, ular hujumga o'ta olmaydi. Hozir tabiiy men keyin navbatda bermoqchi bo'lgan savolga o'tib ketyapmiz. Xo'p, endi kechagi o'yin tahliliga ham biroz kiraylik. Masalan, chiziqlar bo'yicha, pozitsiyalar bo'yicha terma jamoa futbolchilar bilan qanaqa o'ynadi o'zi? Kecha tahlilni boshladik-ku hozir. Hozir aytgan gapingizga deylik, darvozabon, himoyachilar, men himoyachilarga ko'p tanqidlar bo'lyapti. Bosh yuqoridan kelgan to'plarni deylik ko'pda ola olmagani, Eronga berib qo'yganimiz yoki mana Masharipov bilan hatto Oston O'runovni Eron yaxshi bilardi, ular Eronni yaxshi bilardi. Ular tushmagani hatto plyusga ishladi degan gaplar bo'lyapti yoki Fayzullayevni oxirgi o'yinlarda ko'rsatayotgan deylik harakatlari,
muvaffaqiyatli. Shu ma'noda kechagi o'yinni bir chiziqlar bo'yicha, pozitsiyalar bo'yicha bitta tahlil qiling. Qarang, Oston bilan Jaloliddinning yo'qligi bilinmadi. Plyus yoki minus deb ayta olmayman, ularning o'rni to'liq yopildi. Bizga yo'qotish bilinmadi. Sizni Hojiakbar haqidagi fikringiz va narigi tomon Sayfiyev haqidagi Yahyo Xo'janing fikri. Qirg'izistonda Hojiakbar ko'proq faol bo'ldi, o'ng qanot va buni Eron o'rgangan. Kapazi chap qanot. Hujumlar shu qanotdan bo'ldi. Hojiakbar yopilishi ma'lum edi va Sayfiyevni faolroq bo'lishga chaqirdi. Plus Rustam qanotga yaqinroq o'ynadi o'sha o'yin. Va bu Eronga ehtimol syurpriz bo'ldi, chunki dastlabki daqiqalarda ko'rdik, Sayfiyev hujumda edi va hatto gol urishga juda yaqin edi. Bu Timurni yaxshi o'ylanmasi. Bilib turibdi, Hojiakbarni yopishadi. Qirg'iziston bilan o'yinda furor ko'tardi. Eng zo'r futbolchi bo'ldi. Kechagi o'yinda ham Hojiakbar, Abbos va yana qay bir Eldor adashmasam, mana shu 3 futbolchimiz eng yuqori ball olgan futbolchilar bo'ldi. Uchalasi. Eng past ball olgan bilan bildik. Abduqodir Husanov shu o'rinda aytib ketish kerak, hammaga murojaat. Va birinchi o'rinda Abduqodirning o'ziga va uning atrofidagi yurgan odamlarga tinch qo'yish kerak bo'ladi. Uni tadbirlarga chaqirish mumkindir. O'zbekistonda tadbirbozliksiz iloji yo'q. Bormayman, sizdan bordirishadi. Iloji yo'q. Bu tanqid dunyo matbuotida ham oz gapirarsiz, dunyo matbuotida ham ko'p gapirilyapti. Oshirib yuborilgan o'yinchi deyishyapti. Angliya bilib bo'ldi bu haqda. Qardoshlarimiz gapirishyapti turli internet fabriklarda. Bu minus bo'ldi. Endi tadbirga borishning ham vaqti bo'ladi-da. Ikkita o'yin orasida 3 kun. Bu 3 kunda futbolchi tiklanishi kerak. Ya'ni o'sha Qirg'iziston bilan o'yindan keyin darhol 3 kundan keyin orada Tehronga uchish bor. U tiklanish uchun juda kam vaqt bor, biz uni tadbirga olib ketyapmiz. Ertalab boshlanadi bu tadbir. Kechgacha davom etadi. Biz o'yindan 2 kun oldin kelgan. Va u yerda o'tirasiz faqat. Unaqa tadbirlarda na hojatga chiqa olasiz. Na qo'lingizda telefon bo'ladi. O'zi umuman unaqa tadbirlarda faqat o'tirasiz. Ruhan ham charchaydi odam. Juda charchab ketadi. Va tabiiyki kecha eng past ball oldi. Nima uchun? Kechagi gollar markazdan urildi. Abduqodirning hududidan urildi gol. Aynan o'zi xato qilmagan bo'lsa ham, lekin o'sha markazdan ana shunday. Qayerdadir kimdir yeta olmadi, qayerdadir kimdir to'pni yo'qotib qo'ydi va hokazo. Qanotdagilar ham eng avvalo o'sha markaziy himoyachilar va tayanch zonasi futbolchilari aybdor edi o'sha joyda. Va Abduqodirning hududidan gol bo'layotganini o'sha turli baho beruvchi naqalar ham, publiklar ham bilib turibdi. Shuning uchun ham eng past ball oldi. Bir ikkita xatoga yo'l qo'ydi. Aksincha Ashurmatov ko'p xatolarni yapti. Aksincha Ashurmatov kameralarda ko'proq ko'rindi, yaxshiroq o'ynashga harakat qildi va bu o'sha ballarda ham o'z aksini topdi. Hozir eslayapman, yaqqol ikkita goldan qutqarib qolgan Ashurmatov edi. Shuning uchun Abduqodirni bu bittagina o'yi bilan ko'nmaymiz. Endi 100% hamma narsa ham o'sha tadbirga borgan uchun ham demaymiz. Shunaqa o'yinlar istalgan futbolchida bo'lib turadi va bu o'yinlardan tezroq o'tib olish kerak. Yaxshiki, Abduqodirni bunaqa past ball olgan o'yinida biz mag'lub bo'lmadik. Yoki undan ham battarroq tanqidlar bo'lib ketarmidi. Hozir asosiysi to'g'ri yo'nalishga tushib olganimiz va ani ko'rinib turgan maqsadga siz, men, Abduqodir, uni agenti Temur Kapadze, butun bir jamoadan tashqari Abduqodirni yoki boshqa futbolchini tadbirga, intervyuga yoki bo'lmasa reklamalar, reels olamiz, faloncha narsani u bu deb o'zini foydalanishini ko'paytirish uchun ishlayotgan har xil bloger u bularga bitta maslahat. Ular ham mana shu yo'nalishga qarash kerak. Ular ham mana shu maqsadga qarash kerak. Ozgina nafsimizni tiyib turaylik. Yetib olaylik jahon chempionatiga, keyin chempionatga chiqqanimizdan keyin orada bir ma'lum vaqt bo'ladi, xohlaganchani maqsad qiladi. Endi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha aynan har bitta chizig'i bo'yicha harakatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bitta narsa meni anchadan beri o'ylantiradi. Hujum chizig'imiz biroz g'aribroq. To'g'ri, hozirgi zamonaviy futbolda yaqqol striker bilan juda ko'p jamoalar o'ynamaydi. Lekin oxirgi yillar ko'rsatyaptiki, yaqqol striker juda muhim ekan va bu figura jahon futbolida katta rol o'ynashni boshladi. Bobur aka, lekin shu yerda bitta fikr, Shomurodovni nisbatan orqaroqda o'ynayotgani termaga ko'proq foyda bermayaptimi hozir? Yo'q, shunga kelayotgandim. Shomurodov profilni o'zgartiryapti. Sababi avvalo Qirg'izistonga qarshi o'yinda strikerni roli deyarli 0 ga teng bo'lardi. Butun jamoa himoyada yotibdi. Keyin Eronga qarshi o'yinda ham boshqa variant yo'q. Mana hujumda boshqa variant yo'q. Ya'ni bizda yaqqol hujumni yakunlaydigan striker yo'qligi uchun ham bizda hujum guruhi deb olamiz.
Hujum guruhida Abbos bor, Jalol bor, o'sha aytilgan Oston bor, Eldor bor, Otabek bor orqadan qo'shiladigan. Qanotdagi ikkita vingerlarimiz bor. Endi hujum guruhi deb olamiz. Bunday hujum guruhida oldinda yaqqol hujumchining yo'qligida Eldorning roli o'zgarishi tabiiy, chunki bu raqibga ham muammo tug'diradi. Hujumda istalgan futbolchi paydo bo'lishi mumkin. Endi birma-bir xotiramizga olaylik. Mana shu ikkita o'yinni hujumda kimlar paydo bo'ldi bizda? Himoyachilardan tortib, hujumchidan tortib, markaziy yarim himoyachilar va hatto tayanch zonasi futbolchilarigacha Abdullayevni Qirg'iziston bilan o'yindagi oxirgi daqiqalardagi zarbasini eslang. O'yinning ikkinchi taymidagi. Bo'lmasa Hamrobekovni zarbavor vaziyatga chiqib borganini eslang. Ikki qanotdagi himoyachilarimizni masalan hali qo'shmayapman. Ya'ni hujum guruh harakat qilayotganda bu Temurning futbol deyapmiz-ku. O'yinni hal qilgan golni himoyachi urgani. Ha, himoyachi gol uryapti. Shuning uchun ham bu yerda Eldorni bu qilayotgan harakati o'ta aqlli harakat. Futbolchini ongli ravishda men bu yerda foydaliroqman deyotgan va uni berayotgan paslari ham yaqqol ko'rinib turibdi qanaqa pasligi. Ya'ni Qirg'izistonning himoyasini yorib o'ta olmayotgan paytimizdagi uning 4 ta pasi himoyani yorib o'tgan pas. Bir necha futbolchini birdaniga kesib tashlagan pas. Endi gol ham deyarli shuni oqibatida yuzaga keldi. Mana boya gapim boshida aytayotganim, bizda shuni straykerning yo'qligi biroz xavotirga soladi. Ertaga qanaqadir sxemalarga o'zgarishlar qilayotganimizda strayker roli juda muhim bo'lib qoladigan o'yinlar bo'ladi. Biz Bobur Abduxoliqovni hali sinab ko'rmadik. Temur bunga ham hali yetib keladi. Lekin aynan hujum masalasida g'arib ekanligimizdan qanaqadir keyingi o'yinlarda nimadir chiqarishimiz kerak. Aksiga olib Sergeyev juda yaxshi formada emas. Sergeyevni ochiqni aytadigan bo'lsak, hozir milliy jamoaga tortmaydi Sergeyevni formasi. Qo'rqib qoldi jarohatdan keyin. Ha, jarohatdan keyin ehtiyotroq bo'lib o'ynayapti. Hali unaqa jismoniy konditsiyaga ham qaytgani yo'q. Qolgan chiziqlar bo'yicha menda hech qanaqa savol, muammo yo'q. Aynan mana shu ikki o'yindagi 4 ochko savollarni minimumga tushirdi hozircha. Bizda muammoli o'yinlar bo'lsagina ko'payib ketadi savollar. Shuning uchun Yahyo Xo'ja bilmadimi nima deydi? Hamma har xil ko'radi futbolni. Yahyo Xo'ja, sizda qanaqa bu bizning baxtimiz Eldor Shomurodov haqiqatan profilini o'zgartirib 10 ni ham 9 ni ham birdek o'ynay olishi va ba'zi o'yinlar masalan Eron bilan o'yinda o'yindan keyin o'z Telegram kanalimda ovoz chat qildim va 5-6 ta odam shu savolni berdi. Eldor Shomurodov o'rniga futbolchi topishimiz kerak ekan. Umuman ko'rinmadi. Abbos tortdi. Nimaga Abbos tortdi? Chunki Eldor 9 bilan 10 ni ishini bitta o'zi qildi. Ham futbolchini olib yurdi doim o'zi bilan. Ham playmaker bo'ldi, ham bo'sh zonaga izlovchi bo'ldi, ham bo'sh zona ochib beruvchi bo'ldi. Ham kesuvchi o'sha ключ pas kalit paslarni berdi. U ikkita futbolchi uchun mehnat qilyapti. Toshkentdagi o'yin ham u pozitsiyani o'zgartirgandan keyin urilganda. Ha, uni u qanaqa tushuntirsam ekan. Hozir gapingiz bilan Tehrondagi birinchi golda uni to'pga ikkinchi qavatda o'ynashdan paydo bo'ldi. Juda ko'p kurashlarda yutdik. Yana yutganda ham aql bilan ikkita futbolchi beta turgan joyga tashlab beryapti. Uni u to'pni saqlab qolishi agar hozir sanaydigan bo'lsak, Eldor yarimta futbolchini vazifasini nimaga? Chunki bizni o'sha kuni bekorga Odil Hamrabekov bilan Otabek Shukurovni almashtirib yubormadik ba'zi. Men to'g'risini aytaman, men masalan ikkita futbolchimizdan ham kutgan o'yinimni yarmini ham ko'rmadim. Biz maydon markazini e'tibor bersanglar, birinchi bo'limda 2 marta maydon markazidan Eron yorib o'tib ketdi. Bir marta Azmun foydalana olmadi. Yana bir epizodda Azmunning o'zi 3 marotaba zarba yo'lladi. 14-hudud atrofida. Va hammasi xavfli edi. Yaxshi ham baxtimizga o'xshamadi zarbasi va bu signal edi va e'tibor bersangiz Abdurrauf Bo'riyevni ertaroq almashtirdi. Odil Hamra Otabek Shukurov, Eldor Shomurodov, Jaloliddin Masharipov bu teyib bo'lmas uchlik-ku bizdagi. Xuddi ko'rsatib qo'ygandek uni ham almashtirdi. Ya'ni meni ko'nglim to'lmadi maydon markazidan degan ma'noda. Necha bir qolsa 5-6 daqiqa qoldi, o'ynab ham qo'ysa bo'lar, yo'q, almashtirdi. Ya'ni men aytayapman, men Kapadzeni ko'ryapman terma jamoada. Uni sezyapman. Ya'ni nima demoqchiman bu gapim bilan? Eldor Shomurodovni agar kim bu noto'g'ri tushuncha. Agar bizda Eldor bo'lsa, bizga bitta striker kerak. Bu menimcha katta ehtimol bilan bu Husayn Norchayev bo'ladi. Norchayev hozir juda ham yaxshi formaga kiryapti Nasafda. U kelsa kerak, ikkinchi variant bo'lib. Lekin agar umumiy o'yin ma'nosida keladigan bo'lsa, bizga Eldor Shomurodovni hech yo'q 10dan 5 qismini vazifasini bajara oladigan futbolchi yo'q hozir O'zbekistonda. Va bu men bemalol katta gapirib ayta olaman. Osiyoda faqat 3 ta terma jamoada shunaqa forward bor xolos. Men bilganim. 4 ta ekan. Koreyada bor. Bu Janubiy Koreyada bor. Son Hyo-min, bu Yaponiyada bor. Hozir o'sha Mitoma shu vazifani bajaryapti, markaz qanotga o'tib. Eronda Tarimi shu vazifani bajaryapti. Bizda bor Eldor Shomurodov.
Bunaqa o'ta yuqori klass hujumchilar mana shu 4 ta terma jamoada bor. O'sha 4 tadan bittasi bizda borligi bu biz faxrlanishimiz kerak bundan. Qisqacha himoyadagi muammolar, ikkinchi qavatda doim yutqazaverishimiz masalasi bu Aliqulovni qaytishi bilan hal bo'ladigan masalami yo boshqa jiddiyroq? Mana Sofaskorni juda past ball qo'yganini men tushuntirib o'tib ketmoqchiman. O'zi Abduqodirni o'ng oyoqda o'ynagani uchun asosiy joylashuvi Umar Eshmurodovning o'rnida bo'lardi. Husniddin Aliqulov bu yerda qolardi. Va agar eslasanglar, Husniddin to'p uchun kurashlarda, ya'ni birinchi chiqib kelish bor-ku, chiqib kelishda u chiqardi, Abduqodir ana tozalash deydi-ku, ortida turib o'ynardi. Ya'ni Abduqodir har doim orqada o'ynaydi. Orqada o'zi. Bu safar Abduqodirga nima noqulay bo'ldi? U kutib olishga to'g'ri keldi. Cityda ham u kutib olmaydi. Cityda ham u nima qiladi? Orqada ushab tozalaydi. Uni masalan himoyachini hozir zamon shu qadar o'zgarib ketdiki, chap oyoq va o'ng oyoqda o'ynashiga qarab turib joyini belgilab berishyapti. Va bu pallada Abduqodir o'zi uchun ancha noqulay joyda o'ynadi va noqulay bo'lib ham Tehronda, Ozodiyda Azmun va Tarimiyga qarshi Osiyoni eng ikkita nima deydi, yo'lbars hujumchilariga qarshi bitta o'zi o'ynadi va lekin agar o'yinni ishlab ko'rsangiz, 2 marta juda muvaffaqiyatli blok qo'ydi zarbaga. Zarba zonasiga chiqib kelgan joyda. Abduqodir yaxshi o'ynadi. Lekin yana bitta ma'lumot, statistik ma'lumot aytib ketaman. Qirg'iziston bilan o'yindan avval men qiziqib yig'ib chiqdim Sofaskorni, barcha mana shu bundan avvalgi 6 ta o'yinda qo'ygan ballarini va umumiy hisoblab turib eng yuqori ballni chiqardim va topinchi kim edi bizda birinchi o'rinda eng ko'p ball olgan? Husniddin Aliqulov 705 ball. U eng zo'r o'ynagan. Ikkinchi o'rinda Jaloliddin Masharipov 704, uchinchi o'rinda Abbos Fayzullayev 703. Ya'ni Husniddin Aliqulov Qirg'iziston va Eronga qarshi biz o'zimizni jahon chempionatining siklini bu bosqichidagi eng foydali ish koeffitsiyenti baland futbolchisiz o'ynadik mana shu ikkita o'yinni. Uni to'p uchun kurashlarda yutib berishi juda ko'p narsani hal qilardi. Ikkinchi golimizga e'tibor qaratasizlarmi? Hujumlarga borishi. Ha, birinchi golga e'tibor qaratasizlarmi? Ikkalasida ham o'sha zonadan kirib ketib qoldi gol. Ana o'shanisida gap, ikkinchi qavatni yutqizganimizda. Demak, u termaga qaytishi bilan bu muammolar ham 75% hal bo'ladi. Kamayadi, yo'qolmasa ham kamayadi. Xo'p, mana endi deylik terma jamoani oldindagi Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarga qarshi ikki uchrashuv haqida. Ularda alohida e'tiborli jihatlar haqida bir gapirarsizlar va nima kutilmalar bor bu ikkita oldindagi uchrashuvda? Iyun oyiga belgilangan. Ikkita o'yinni ham yutamiz. Birlashgan Arab Amirliklari Paulo Bentoni mana bugun iste'foga chiqardi. Balki kecha. Hayron qoldim iste'fodan. Ha, endi hayron qolasiz. Amirliklar kecha g'alaba qozondi, lekin ahvoli yaxshi emasdi. Undan ko'proq narsa kutishgandi. Kamida bizni o'rimizda turish kerak edi amirliklarning kutilmalari bo'yicha. Endi orada qancha aprel may 3 oyga yaqin vaqt. Aprel may 2 oydan sal ko'proq vaqt bor. Bu orada nimadir o'zgarib qoladi deb o'ylamayman arab futbolida ham, Qatarda ham, amirliklarda ham. Faqat bitta noqulay tomoni jaziramada o'ynaymizda, amirliklar maydonida. Shu ikkita o'yinimizning bittasi sal og'irroq bo'lishi mumkin. Endi u paytda Qatar bilan bitta ham jazirama bo'ladi-yu, nima desa bo'ladi. O'zbekiston ham qolishmayapti hozir Arabistondan. Ha, o'tib ham ketdik-ku. Bizda o'sha o'yingacha tayyorgarlik imkoniyati kapasiteti borligi. Masalan, mana Bento hozir ketdi-da, amirliklarda nimadir o'zgartirishga yangi mutaxassisda deyarli imkoni yo'q-da. Lekin ular boshqacha yechim qilishmoqchi. Agar bizdagi informatsiyalar to'g'ri bo'lsa, ularda mahalliy futbolni yaxshi biladigan biror bir klubdagi murabbiy masalan. Hozir mahalliy bo'ladi bunaqa paytda. Yo'q, mana kechuvda. Ha, kech o'sha payt masalan Kasmin Alario varianti ko'rilayotgan ekan, Sharja jamoasining ustozi, shu Birlashgan Arab Amirliklari futboli necha yildan beri otaxoni. Bularni Ravshan Haydarov. Ha, o'sha insonni hozir varianti ko'rilayotgan ekan, qisqa muddatda Birlashgan Arab Amirliklari nimaga iste'fo bo'ldi? Katta ehtimol bilan Bento o'zi xohlagan futbolchilarni mahalliylashtirdi va ular umuman foyda bermadi. Va o'sha narsa ham bularni g'azabini keltirgan bo'lishi mumkin, chunki ularni bu narsaga ajratgan xarajati ancha puncha pul edi. Bu o'sha narsa menimcha qattiq jahliga tegdi. Birortasi foyda bermadi legionerlarini. Shu ma'noda ketdi menimcha. Va deylik O'zbekistondan ortda qoladigan bo'lsa, keyin ham imkoniyat juda yaxshi emas-da. Bu yerda Saudiya bor. Iroq chiqib kelishi mumkin hozirgi Iordaniya yoki Iroq chiqadi. Real vaziyatdan kelib chiqsa. Biz bulardan har qanaqasiga ustunmiz hozir. Bizda shunaqa psixologiya shakllanishi kerak hozir ruhiyat futbolchilarda ham, hammamizda hozir. Bu ikkita o'yin bizniki bo'ldi. Biz jahon chempionatiga chiqamiz. Ya'ni bunda endi katta ketish, oldindan euforiya emas. Ya'ni mana shu ikkita o'yinga g'oliblik ruhida tayyor bo'lishimiz kerak. Biz g'alaba yutib borish. Ha, ya'ni o'sha kuch e'tibori bilan biz dominant sifatida borsakkina hal qila olamiz bemalol. Hozir bitta g'alaba yetarli-da.
Hatto bitta durang ham yetarli-da, bunda olib qaraydigan bo'lsak. Ha. Voqealar rivojiga Ba qarab bilan ketadigan bitta bo'lsa. Shuning uchun ularda murakkab jarayon. Bizda endi mana bu ikkita o'yindan keyin va Tehrondagi minimumni bajarganimizdan keyin ancha osonlashdi. Haqiqatdan aytganlaringizda biz jahon chempionatiga juda yaqin turibmiz. Yaxshi imkoniyat hosil qilgan hozir terma jamoamizni kechagi ayniqsa durangdan keyingi imkoniyatlari. Xo'p, mana shu orzuyimiz, azaliy orzuyimiz amalga oshadigan bo'lsa, jahon chempionatidan nima kutyapsizlar? Ungacha alohida yig'ilish kerak, Ilyos. Ko'proq baribir ma'lum. Deylik, mana masalan Temur Kapadzida tajriba bor. Olimpiadagacha juda yaxshi ishtirok etdi-da, olimpiadada kamchiliklar ko'p bo'ldi. Deylik, yutib turgan, adashmasam shunaqa bo'ldimi? Yutib turgan o'yinimizda vaziyatlar jihatdan, imkoniyatlar jihatdan yutib turgan o'yinlar yutqizib qo'ydik. Tajriba bo'lmagani pand berdi. Jahon chempionatida nimalar bo'lishi mumkin? AQShda o'tadi-ku jahon chempionati. Misol uchun men juda ham yaxshi ko'radigan Baskin Robbins muzqaymoqlari AQShda zo'r deyman, mazasi zo'r. Agar shu rahmatli Hojiboy Tojiyevga agar qiyoslaydigan bo'lsak, zo'r marojniy yeb kelishimiz bor gap, aniq. U yog'ini aytdim, alohida yig'ilib gaplashamiz. Chunki jahon chempionatigacha hali ancha bor. Ungacha nafaqat siz, balki juda ko'p jurnalistlar podkast qiladi, suhbat qiladi. Ungacha vaziyat ham o'zgaradi. Tabiiyki kutilmalarimiz ham o'zgaradi. Biz jahon chempionatiga ozgina qolganda, xudo ko'rsatmasin, hozirgi formamiz, hozirgi tarkibimiz bo'lmasligi mumkin. Yoki aksincha yanada kuchli bo'lishimiz mumkin. O'shandan kelib chiqib, o'sha yerdagi kayfiyat, o'sha vaziyatdagi holatdan kelib chiqib suhbatlashilsa, menimcha to'g'ri bo'ladi. Lekin aytib o'tganimdek, ham majozan gapirdim, muzqaymoq deb. Bu degani kamida guruh bahslarida o'zimizni ko'rsatib kelamiz degani, kamida. Chunki yaqqol outsider bo'lib bormaymiz. Endi bilmadim, 48 talikda yaqqol outsider bo'lishimiz qiyin masala. 48 talik-ku bu, 32 talik bo'lsa boshqa gap. 72 talik bo'lganda o'rtacharoq bir joydan olardik o'rnimiz, misol. Guruhda bo'lib. Yo, men o'ylayman, jahon chempionatini avvalgi lazzati ketdi baribir, shaxsan men uchun. Bu 32 talik emas, baribir bu 4,5 taga biz Koreya yoki Yaponiyani yig'latib tashlab ketmayapmiz. Terma jamoa qo'shilsa, bu lazzat qo'shilar balki. Umumiy jahon. Yo, tushundim. Siz masalan guruhda agar 4-savatchadan, ya'ni 4-savatchadan joylashsangiz, siz kamida yo Argentina, yo Braziliya, yo Angliya, yo Ispaniya, yo Italiya biri bilan o'ynashingiz aniq. Undan tashqari biz Janubiy Amerikada yo Urugvay, yo Kolumbiya shunaqa kelardi, deyman, qura bo'yicha yoshligimizda. Endi bu yerda bilmadim qanaqa jamoa, Yangi Zelandiya, masalan Afrikadan jamoalar soni oshadi. Aytmoqchi bo'lganim, shundoq ham o'zi jahon chempionatining sharmi yo'qolib bo'ldi. Bu aniq. Biroz mana bu yerimiz taskin topsa kerak. Chiqdik, bo'ldi, mana qildik-ku deyishimiz mumkin. Lekin men shuni aniq bilaman, bir jahon chempionati bo'ladi, hamma eforiya beriladi, hamma birdan futbol muxlisiga aylanadi, uni tomosha qilamiz, muxlislik qilamiz, tugaydi. 3 kundan keyin hamma o'zining hayot tarzida davom etadi. Akademiyalarimizdagi muammo akademiyada qoladi, chempionatimizda hakamlikda, maydonlarning infrastruktura ular qoladi joyida. Ya'ni zamonaviy futbol державалari hech qachon natijani ustiga qurmaydi sistemani. Sistema doimiy regular ishlashi kerak. Men o'ylayman, tezroq jahon chempionatiga chiqib, bitta e'tibor qarataylik guruhimizga. Biz bilan Qirg'izistondan boshqa hamma o'ynagan jahon chempionatida. Guruhimizdagi. Birlashgan Arab Amirliklari o'ynagan, Shimoliy Koreya o'ynagan, Eron o'ynagan. Bunda razm solib qaraladigan. Qatar o'zida o'tkazdi jahon chempionatini. Bu hech narsa bermaydigan narsa. Bu anaqani kayfidagi gap deganda edi. O'sha narsani bitta his qilish mumkin, bo'ldi. Va eng qizig'i, buni biz ikkinchi marta borganda his qilmaymiz. Men aniq bilan bu jahon chempionatiga chiqsak, ikkinchi saralashi bu qadar biz uchun hayajonli bo'lmaydi. Chunki biz bir marta u yerda bo'lganmiz. Bu endi biz chiqishimiz kerak, chiqmadi qabul qilamiz. Ya'ni biz hozir eng o'zbek futbol muxlislarining eng zo'r avlodimiz, ya'ni bu narsani badanimizda his qilib ko'rish imkoniyatiga egamiz birinchisini. O'shaning uchun qiziq. Men aniq bilaman, jahon chempionati bu o'zbek futbolidagi birorta muammoni yechimi emas. Bizning muammolarimiz o'zimiz bilan qoladi. Endi nima bo'lganda ham baribir ruhiyat ko'p narsani belgilaydi, balkim yetishib kelayotgan yoshlarga katta ruhiyat berishi bor. Ana gaplar bo'lardi-ku, avval masalan skautlar ko'p qaraydi. Hozircha shunaqa davrki futbolchini hozir video roliklariga qarab olishyapti. Hech kim o'yinlarni kelmayapti hozir. Futbolchini video roliklari, Instagramdagi anaqasi, podpishki, boshqa narsalar chiqib ketgan. Ikkinchi o'yinchisini ham videolari kerak bo'lsa Angliyada yoki Portugaliyada yetib boryapti. Masalan, yarim professional jamoa havas studentlardan iborat energetik buguniki yetib borgan Lansga.
U katta joyda o'ynamagan. Aytmoqchi bo'lganim, futbol o'zgardi. Endi u yerda bo'ldi butun o'zbek futboliga yoshlarga e'tibor qaratadigan narsa yo'q. Zo'r bo'lsangiz, mana shu yerda o'ynab ham yorib chiqib, bir kun O'zbekiston chempionatida o'ynamasdan ham yorib chiqib ketishingiz mumkin Angliyaga. Endi buni ko'p yillik sport jurnalistlari sifatida yaxshi bilasizlar. Bu muammoni ham va kerak bo'lsa uni yechimlarini ham. Bu milliy terma jamoani o'yinlari paytida chipta muammosi doimiy tarzda qaytarilayotgani. Mana oxirgi Qirg'iziston bilan o'yinda ham yuzlab hatto chiptasi bor muxlislar o'yinga kira olmay qolib ketdi yoki bir necha kishiga deylik bitta kishiga bir nechta chipta degan ma'noda cheklov qo'yib qo'yilgan taqdirda ham baribir sotuvga chiqib ketayotgani, muxlislar ko'pchilik chiptasiz qolib ketayotgani. Mana qiziqda, yil davomida stadionlarimiz bo'm-bo'sh bo'ladi, lekin terma jamoani o'yinlariga kelganda chipta topolmaysiz, qo'lga chiqib ketgan bo'ladi. Bu muammoni yechimi nimada o'zi? Bu muammoni yechimi qanaqa qilib yechim dunyoda ham topisha olmagan hali, butun dunyoda. Butun dunyoda chipta muammosi bor. Katta turnirlarda ham bor bu narsa. Bizdan battarlari ham bor. Lekin bunga chora ko'rib, buni nima deydi, tizimli ravishda hal qilishga urinishlar hamma yerda bor. Ya'ni ozmi ko'pmi yechim topilgan. Deylik, UEFA va FIFAning katta turnirlarida bunaqa narsa minimumga tushirilgan. Endi ayrim mamlakatlarning ichki chempionatlarida bunaqa spekulyatsiya doimiy bo'ladigan narsa. Shuning uchun nima qilingan? Abonement sistemasi qilingan, tizim qilingan. QR kod tizimi qilingan, Face ID sistemasi qilingan. Misol uchun uzoq, mana yaqinda, uzoqqa bormaymiz. Istanbul derbisidagi chipta narxi, qo'lga chiqib ketgan chipta narxi $2000 oshdi. Bitta chiptaning narxi. Ya'ni o'sha yilda 2 marta o'tadigan eng asosiy o'yinga ko'chada spekulyantlar sotayotgan chipta 2000 ga bor edi. Lekin riski bilan. Siz u chiptani olgandan keyin stadionga kirishingiz aniq emas. Shunchaki $2000 ga kuyishingiz mumkin. Chunki u yerda nima qilingan? Turkiyada men o'zim ko'rgan stadionlarda Face ID orqali kirasiz. Chiptangiz bo'lgan taqdirda ham QR o'sha yerga tegizganingizdan keyin u sizni butun ma'lumotlaringizni chiqarib beradigan tizim. Pasportingiz, oila a'zolaringiz, yoshingiz, jinsingiz, qaysi mamlakatdan ekanligingiz, buni hammasini kiritmaguncha siz ishqiboz kartasini ola olmaysiz. Ishqiboz kartasini ola olmagandan keyin chipta ola olmaysiz. Ya'ni shunchaki chipta olib kira olmaysiz u yerga. Avvalo siz ishqibozlar klubiga a'zo bo'lishingiz kerak. Bu juda ham nima deydi? Mukammal o'ylab turibsiz. Yo'q, juda mukammal emas-ku, unda amallasa bo'ladigan joylari bor. Lekin mukammalga yaqinlashtirilgan. Iloji boricha spekulyatsiya qiyinlashtirilgan. Shunda ham o'sha spekulyatsiya bor deyapman, $500 ga kassadan olinyapti eng qimmat chipta va $2000 ga sotilyapti. 4 barobar qimmat. Va unga ham xaridor tayyor. Xaridor bor u narsaga va u yerda ham men ko'rgan joyda, misol uchun Fenerna stadionida o'yin boshlangandan keyin ham xuddi bizning stadionda bo'lgani kabi oradan 15 daqiqa vaqt o'tyaptiki, tashqarida turibman, minglab odamlar hali kirmagan ichkariga. Minglab odamlar navbatda turibdi kirish uchun. O'yin boshlanib bo'ldi ichkarida. Bizdagidagi holat. Faqat Italiyada ham, Ispaniyada ham o'yin boshlanganda ham kirib kelishlar davom etaveradi-ku. Lekin bu G'arbiy Yevropada holat biroz boshqacha. Aynan shu masalada La Liga, Ispaniya masalasida so'raganlarimda u yerda tizim ancha osonlashtirilgani va odamlarning o'tishi ancha yaxshi ekanligi. Boshqa podkastda aytib o'tdim, qarshi ikki qo'ldan deb bu yerda navbatda turish madaniyati ham juda katta rol o'ynaydi. Va o'zi umuman agar siz soliq to'lab hamma narsani litsenziyalisini sotib olishga o'rgangan xalq ko'chadan spekulyativ bilet sotib olmaydi, chipta sotib olmaydi va navbatda to'g'ri turishni o'rgangan xalq uchun stadionga kirishda muammo bo'lmaydi. QRni ko'paytirish va bitta QRga 10 talab odam stadionga kirishga da'vosi bo'lishi bu tabiiy hol. Endi ko'chada ichak qo'yishini hammasini ushlay olmaysiz va bu yomon tomoni, Ilyos, bu mafiya. Bu mafiyani siz, men Yahyo Xo'ja gapirgani bilan yo'qolmayapti necha yillardan beri va bu yo'qolmaydi. Bu yo'qolmasa ham kerak. Yo'qolmasa ham kerak. Nafaqat futbol, xalqlar do'stligiga borsangiz yo Humo Arenaga borsangiz, spekulyatsiya o'sha yerda ham bor, konsertlarda ham, ya'ni talabgir konsertlarda ham bor. Butun dunyoda mana shunaqa narsa bor. Shuning uchun nima deydi? O'zimizdan boshlasak, islohni sizda chipta bo'lmasa borib turib qo'ldan 500 mingga sotib olmasangiz va sizga o'xshagan odamlar ko'payib borsa tobora bu bozor o'zidan o'zi yo'qib ketadi. Faqat tashkilotchilarga o'sha juda ko'pchilikning e'tirozi bo'ldi, hamma deyarli e'tiroz bildirdi. Tashkilotchilikka
tashkilotchilikki chipta sotuvchilar emas. Chipta sotuvchilar qiladiganini qilib bo'ldi. Bu gaplarning foydasi bo'lmayapti. Iloji boricha elektronlashtirishdi. Stadionga kirishni nazorat qiladiganlarga. Bir necha o'tish to'sig'idan o'tib kirishni va u yerda ichkarida qancha odam to'plangani, qachon eshikni yopishni, qanday qilib harakatlanish kerakligini, eshiklar qanday joyda joylashgani, umuman stadion xaritasi. O'yin tashkilotchilariga savollar juda ko'p. Afsuski tashkilotchilik masalasida bizning OFA haligacha ham jahon darajasiga yoki o'sha yetakchi mamlakatlar darajasiga chiqa olmayapti. Bu kadrlar yetishmovchiligidan, bu mana shu narsalarga o'qitilmasligidan deb o'ylayman. Katta turnirlarda qoyil qildik, volontyorlarni chaqirdik, katta kuchni bergan holda bir amallab o'tkazdik. Lekin ora-orada bitta bo'lib qoladigan o'yinlarda butun mamlakat bitta stadionga yig'ilib kelganda nima qilishni bilmay qolishyapti. Nima qilsak ekan? Ya'ni u yerda xavfsizlik masalasi ham birinchi planga chiqadi. Shuning uchun otlar bilan Milliy gvardiya ham keladi. Chunki to'polon bor joyda, izdihom bor joyda istalgan payt bitta uchqun katta olovga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham mana shunaqa choralar ko'rinadi, radikal choralar ko'riladi. Shuning uchun hamma narsa nima deydi? OFA kuch ishlatar tizimlar bilan birgalikda ishlash kerak. Chiptadan boshlab shu o'yinga tayyorgarlik necha kun oldin boshlanishi kerakki, sen chiptani bunaqa sotasan, men chiptani bunaqa nazorat qilaman. Men mana bu kelayotgan odamlarni mana bu yerdan boshlab nazorat qilib, stadionga bu oqim bo'yicha qo'yib yuboraman. Bu eshikdagi odam sen bunaqasiga qo'yib yuborasan. Hamma tribunasiga kirgandan keyin mana bunday joylashadi. Bu stewardlar, Milliy gvardiya, militsiya, politsiya hammasi OFA birgalikda qiladigan ish. Aslida bu bizga unchalik ham katta qiyinchilik bo'lmaslik kerakki, OFAning rahbari o'sha xavfsizlik tizimini rahbari. Ya'ni qo'l richagi bilan, resurslar bilan qilish kerak emas-da buni. Tizim bo'lishi kerak-da bu. Aslida Bunyodkor stadioni shunaqa qurilganki, chiqish eshiklarining soni hammasi hisoblangan. 17 daqiqada butun liq to'la stadion chiqib keta oladi agar hamma eshik ishlasa. Yoki 18-20 daqiqa ichida kirib hamma joyiga joylashishi mumkin. Bizda o'sha kuni bu eshikka borsangiz, u yoqqa bor dedi, bu yoqqa bor desa, u yoqqa bor dedi, bu kirish betdan dedi, bu yoq, u yoqdan dedi va taqab qo'l boshqaruvi bu. Ha, bu mana shu yerda bo'ldi. O'zi sistema stadionni hamma standartiga javob beradi. 17 daqiqa yetarli bo'ladi. Chiptangizni urib, joyingizga borib o'tirishingizga, chunki chiqish yo'llari o'sha jahon standarti asosida qilingan. O'sha tizimni ishlata olmayapti. Tizimni to'g'ri ishlata olish kerak. U yerda tizimning orasida odamlar turib olganda. Bu yerda 4 odam, shunchaki hamma eshikni ochib, bir paytda o'zi sal ko'proq odam bilan sal ishchi kuchini ko'paytirish o'zi kifoya. Yaxya xo'ja, hozir menimcha bu savolni yetarlicha Bobur aka fikr bildirdi. Endi aslida bu rejada yo'q edi-yu, boya siz aytgan bitta fikrdan keyin savol paydo bo'ldi-da. Jahon chempionatiga chiqish ham aslida futbolimizni fundamental muammolarini hal qilib bermaydi degan masala. Haqiqatan ham deylik, ha biz jahon chempionatiga chiqishimiz mumkin, lekin deylik mana shu asos bo'ladigan Superliga jamoalarini hali ham hamon byudjetdan moliyalanishi, qarzdorlik masalasi yoki bolalar futboldagi deylik skautlik tizimini to'g'ri ishlamasligi, hamon bu tizim bir tartibga kelmayotgani masalasi fundamental katta muammolarda. Deylik, muammolar o'sha. Sizningcha qanaqa bizga islohotlar, qanaqa yechimlar kerak? Bitta misol aytaman. Mana hayotda bo'lgan misol. Mana kunuzdagi bizni hamkasblarimiz ham Germaniyaga borishganda bir Germaniyada ishlayotgan bir yosh futbolchilar bilan ishlayotgan murabbiy bilan intervyu qilib kelishdi. Shu aka meni yaqin do'stim. Shu inson Germaniyadan rosa zerikdim. Rosa zerikdim. Uyimga boraman deb keldilar. Bu ish topa olmadilar O'zbekistonda. Bu Germaniyada U14, U15 bilan o'zini regionini chempion qilgan murabbiy. Bu murabbiyni Yevropa standarti bo'yicha o'lchovi bizni proyimizga teng keladi, qo'lidagi hujjati. Uni hujjati bizda proga teng keladi, lekin bizda endi boshqa sistema-ku. Akademiyadan ish topa olmadi shu murabbiy. Va hozir qayerda bilasizmi? Hozir Hoffenheim jamoasini akademiyasida malaka oshiryapti. Undan so'ng Union Berlinga bo'ladi. Bundesliga jamoalarini akademiyalarida hozir malaka oshiryapti shu odam. Va men hayron qolmayman, ertaga u odam yana qaytib kelsa, yana ish topa olmasligiga. Endi o'ylang, mana jahon chempionatiga chiqsak, unaqa kadrlar kelsa bizga kimdir ish beradimi? Yo'q. Biz to'g'ri qilyapmizki, hammasini mana jahon chempionatiga chiqdik deb u odam o'zini o'tirgan joyiga yana ham mahkam joylashadi. Mana jahon chempionatiga chiqdik deydi. Biz to'g'ri qilyapmiz hammasini. Unaqa odamlarga hech qachon ish berishmaydi bu yerda. Chunki unaqa odamga ish berishsa o'zini aybi ochilib qoladi. Oddiy misol shu inson bilan
man juda ko'p masalada maslahatlashaman. Futbolda podkastdan avval o'zimda shu savollar bo'lsa, futbol bilimi borasida, men do'stim bo'lgani uchun maqtash uchun emas, buncha mutaxassisga dam berib yuboradi u futbolni tushunishi bo'yicha. U futbolni juda ham yaxshi ko'rgani uchun, tushungani uchun ham balki bizda ish topa olmagandir. Ya'ni nima demoqchiman? Superliga klublarimizni o'sha byudjetdan pul olishi va bu pulni yil yakuniga 3 oy 4 oy qolgan tamom qilib, qarzda tugatib, keyin FIFA taqiqiga tushib, bu narsa to'xtamaydi jahon chempionatiga chiqsak ham. Yoki bolalar futbolida bizda murabbiy yo'q. Juda ko'p joyda. Masalan, nimaga hamma Toshkentga qarab intiladi? Chunki mutaxassis yo'q, infrastruktura yo'q. Toshkentda bo'ladigan singari o'yinlar soni yo'q bolalar futbolini o'zida. Maydonlar masalasida umuman gapirmasa ham bo'ladi. Maydon masalasida jimmiz. Shunaqa muammolar bor sanaversak, hozircha bu jahon chempionati bu hammasini bitta qilib ustunimda tasavvur qilib stolni yig'ishga erindingiz, nima qilinadi? Shu ustiga dasturxon yopib qo'yiladi bu. Haliroq tozalayman deyiladi-ku. O'sha dasturxon bo'lib beradi, xolos jahon chempionati. Bu illyuziya. Bu chiqdik degani bo'ldi. Agar chiqsak, mana shu muammolarni ustida o'tirib ham chiqqanimiz uchun birinchi aytiladigan gap, biz to'g'ri ishladikki, mana bugun jahon chempionatiga chiqdik degan gap bo'ladi. Va bu jiddiy argument. Futbolga aloqasi bo'lmagan odamlar ham ochko oladigan joyda bu. Chiqib katta doiralarda mana biz to'g'ri ishladikki, bugun mana biz jahon chempionatidamiz. Kvota soni oshgani, bizni hozir terma jamoamiz tortib yurgan futbolchilarga e'tibor qarating. Deyarli hech qaysi o'zbek futbolini mahsuli emas, hammasi chetga chiqib tortib, chetdan olgan bilimi evaziga kelib o'ynayotgan bolalar. Chetda olib o'sha vitaminizatsiyasi, chetda olgan futbol bilimi orqali kelib o'ynayotgan bolalar. Abbos ham masalan 19 yoshida risk qilib Rossiyaga ketmagandi. Yoki Abduqodir bir kun ham Bunyodkorda o'ynamay u yoqqa ketmagandi, yoki Eldor vaqtida Bunyodkordan ketmagandi. Hozir nima bo'lardi? Kim unga kafolat beradi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bugungi terma jamoaning jahon chempionatiga chiqishini asosiy omili bu bizning legionerlarimiz. Legionerlarimizni 75%ni o'zbek futbolining oldida hech qanaqangi qarzi yo'q. Bu u yigitlarning o'zining mehnati. Jahon chempionati bilasizmi bizga nima beradi? Futboldagi muammolarimizdan tashqari hayotdagi, jamiyatdagi muammolarimizni bir oy unutishga bayram bo'ladi. Xalqqa bir oy eyforiyada yashashga imkon beradi. Svet, suv, gaz masalalarini, oshayotgan limitlarni va umuman jamiyatdagi har qadamda uchrayotgan havoning yomonligi va hokazo muammolarimizni bir oy xalq unutib bayram qiladi. Bu kambag'alni bitta to'ygani boy bo'lgani degan bir hissi beradigan narsa-da. Tushundingizmi? Bu bir pufak. Lekin shu jahon chempionati bizga kerak. Shunaqa mamlakatlarga kerak bunaqa bayram. Boshqa qachon xursand bo'lishsin? Nimaga xursand bo'lishsin? Nimaga xursand bo'lishadi? Aslida boshida juda xursand kayfiyatda boshlagandik. Yig'lab chiqib ketadi. Bobur aka o'zi kunimizda ham asosan ijtimoiy, siyosiy muammolarni, asosan ijtimoiy muammolar ko'tarib chiqqani uchun baribir ta'sir qiladi-da. Boshida katta xursandchilik bilan boshlagandik. Jahon chempionatiga bir qadam qoldi, 2 qadam qoldi. Ozgina harakat qilsak yetamiz. Katta bir xursandchiligimiz, armonimiz amalga oshadi degan ma'noda va oxirida bu muammolar. To'xtang, bitta joyda gapingiz bo'laman, Ilyos. Yahyo xo'ja Ilyos. Hammamiz shu yerda yashayapmiz. Bundoq o'girlik jahon chempionatini muxlis bo'lib kutsak agar, hammasi zo'r. Keling, men jahon chempionatini muxlis bo'lib kutamiz, oddiy odam bo'lib. Ana shunda bizga bayram tatiydi. Ana shunda jahon chempionati katta voqea ekanligini rostdan ham his qilamiz. Hozir jurnalist bo'lib kirib ketdik-da, siz aytganingizdek ichiga. Muxlis bo'lib kutamiz va muxlis bo'lib tomosha qilamiz. Va 33 yil bizda bo'lmagan narsadan rostmana bayram qilish kerak. Eng muhimi, hozir tomoshabinlarga ham bitta narsani eslatmoqchiman. Biz Vatandosh TV sayti doimiy tarzda jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy masalalarni tahlil qilib kelardik va bugundan mana shu vaqti bilan futbolni, milliy sportimizni tahlil qilib borishni ham reja qilganmiz va keyingi dasturlarda ham kutamiz studiyamizda. Nasib bo'lsa, chempionatga chiqsak, nasib bo'lsa. Ishtirok uchun, fikrlar uchun, tahlillar uchun katta rahmat. Xush kelibsizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.